IT Park O'zbekiston hududida elektromobillar uchun yuqori voltli ultra tez zaryadlash stansiyalari tizimini ishga tushirdi. Loyiha O'zimpex Aloqa va Huawei kompaniyalari hamkorligida amalga oshirildi. Uning asosiy maqsadi yashil texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash va elektr tarmoqlari imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Bu esa tabiiyki quvvatlash vositalariga talabni oshiradi. Huawei Fusion Charge tizimi orqali ishlovchi qurilma bu borada ayni muddaodir. Tizimning ishga tushirilishi O'zbekistonda alternativ energiya manbalari va yashil texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston shu iqlimni yaxshi tomonga o'zgartirish bo'yicha lider sifatida tan olinishi bekorga emas. Shu qilinayotgan tashabbuslardan bizning vazirligimiz ham mana ko'rib turibsizlar. Yashil energetika yo'nalishi bo'yicha, yashil makon yo'nalishi bo'yicha juda ko'p tashabbuslarni amalga oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha ishlarni amalga oshiryapti. Bu zaryad stansiyasi bir vaqtda 8 ta mashina zaryad olsa bo'ladi. Hozirgi boshqa zaryad ustanovka bilan bo'lgan aloyitligi mashinani tez zaryadga bo'ladi. Mashina 120 volt zaryad ola olsa 15 minut 20 minut ichida zaryadga bo'ladi. Bu esa bo'ladi Huawei O'zbekistonda nafaqat telekom sohasida, hozir masalan yashil texnologiya sohasida ham ishlayotganimiz uzoq bo'ldi. Bizning texnologiyalarimiz katta quyosh so'nish elektr stansiyasi ishlatilyapti. Katta storage proyektlarimiz ishlatilyapti. Mana bu bizning yangi направленiyamiz mana shu mashinalarning elektr zaryad stansiyalari. Bu tizim maxsus sovutish modullari yordamida elektromobillarni qisqa vaqt ichida samarali quvvatlash imkonini beradi. Ushbu zaryadlash stansiyasi 480 kilovatli, ya'ni nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda yagona shu turdagi zaryadlash stansiyasi bo'lib turibdi. Boshqalaridan ajralib turadigani shuki, bu juda ham mashinani tez, qisqa muddatda ichida zaryadlab berishi mumkin. O'zbekistonda bunaqa katta quvvatlash stansiyasi hali yo'q. Birinchilardan bo'lib biz o'zimiz o'rnatdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Elektromobilchilarga to'liq sharoit qo'yilgan, ya'ni kelganda, ya'ni elektromobilchilarga tekin Wi-Fi, ya'ni shu Wi-Fi orqali ilovani yuklab olib, shu bilan quvvatlash stansiyasidan oson foydalanishlari mumkin. Dunyoda elektromobillar bozori tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan bir paytda O'zbekistonda ham bu sohada ijobiy o'sish kuzatilmoqda. 2021-yilda 200 dona atrofida elektromobillar bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 45 mingdan ortiq elektromobillar bor. Infratuzilma ham yildan yilga ommalashmoqda. Oldin avvallari 7 kilovatli quvvatlovchi qurilmalar bo'lgan bo'lsa, hozir 420 kilovat soatgacha beradigan qurilmalar olib qurilindi. Ma'lumot uchun 2024-yil oxirigacha Huawei Digital Power mijozlarga jami salkam 1,5 trillion kilovat soat yashil energiya ishlab chiqarishda yordam berdi. 81.8 milliard kilovat soat elektr energiyasini tejadi va 710 million tonna uglerod gazi chiqindisini kamaytirishga hissa qo'shdi. Bu ko'rsatkich 970 millionta daraxt ekishga teng. Kompaniya kelgusida elektromobillar uchun zaryadlash infratuzilmasini rivojlantirish, uni elektr tarmoqlari va transport vositalarining interneti bilan bog'lashni maqsad qilgan.